Assalomu alaykum azizlar. Xurrak otish haqida gaplashamiz. Xurrak otishda va apnoe, ya'ni xurrak otishda nafas to'xtab qolishini ko'pchilik norma deb o'ylaydi. Xurrak otyapti deydi. Lekin buni qanday asoratlarga olib kelishini hech kim bilmaydi. Ushbu rolik davomida xurrak otishda qanchalik xavfliligini va buni qanday qilib o'limga olib kelishini gaplashib o'tamiz. Eslatib o'tmoqchimiz. Agar sizda xurrak otish muammosi bo'lsa, burningizdan yaxshi nafas ola olmasangiz yoki tezsiz angina bo'lsangiz, tezsiz gaymarit bo'lsangiz, operatsiya qildirmoqchi bo'lsangiz yoki burningizning shakli o'zingizga yoqmasa, rinoplastika qildirmoqchi bo'lsangiz, quyida keltirilgan telefon raqamlariga qo'ng'iroq qilib maslahatimni kelishingiz mumkin. Demak, boshladik. Demak, xurrak bu ovoz fenomeni, ya'ni uxlagan vaqtda yumshoq to'qimalar pirillash natijasida chiqaradigan ovoz hisoblanadi. Xurrakning o'zi xavfli emas, lekin odamlar uncha farqla olmaydi. Xurrak otishda apnoe, ya'ni nafas to'xtab qolishi ham bo'ladi. Ko'pchilik xurrak otadiganlar biladi, uydagilar aytadi, xurrak otding, xurrak otganda nafasing to'xtab qoldi-ya deb aytadi. Mana shu narsa apnoe deyiladi va mana shu narsa juda ham xavfli hisoblanadi. Endi o'zi xurrak otishda qanaqa proseslar yuzaga keladi? Mana bemor uxlaydi. Uxlagan vaqtida uyquni fazalari bor. Yuza uyqu bo'ladi, chuqur uyqu bo'ladi, REM uyqu bo'ladi. Yuza uyqu bu yuzaki uyqu hisoblanadi. Hali miya faoliyati nisbatan ishlab turadi. Chuqur uyquga o'tadi va chuqur uyquda asosiy miya dam oladi. Mana bizning miyamiz butun kun bo'yi ishlaydi, informatsiyalarni qabul qiladi, uni обработка qiladi va asosiy dam oladigan vaqti shu uyqu vaqti hisoblanadi. Agar miya misol uchun 7 kun 8 kun dam olmasa, odam albatta vafot etadi. 7 kundan ortiq uxlamasa, odam vafot etadi. Endi mana shu xurrak o'tadigan bemorlarda qanaqa jarayon yuzaga keladi? Bemor yuza uyquda bo'ladi. Yuza uyquda miya biroz ishlab turadi, keyin chuqur uyquga o'tadi. Chuqur uyquga o'tganda bemorni yumshoq tanglayi, tilda ildizi bo'lishi mumkin yoki bodomchi bezi bo'lishi mumkin. O'shada tonusi pasayadi. Ayniqsa mana shu halqumni yoki qildoqni, mushaklarning tonusi pasayadi va nafas yo'lini taqqa bekitib qo'yadi. Bu 10 sekunddan 30 sekundgacha bo'lishi mumkin. Va organizm trevoga yoqiladi. Ya'ni miyaga birdaniga trevoga ketadi. Ya'ni tur yonyapti degani, tur uyg'on, hozir o'lib qolamiz degan zvonok ketadi. Yana miya chuqur uyquda, endi dam olishga ketgan uyqu yuza uyquga o'tadi. Yuza uyquga o'tgandan keyin yana mushaklar tonusi tiklanadi. Hali yopilib qolgan joy, mushaklar tonusi pasayib yopilib qolgan joy yana o'z joyiga keladi va bemor nafas olib ketadi. Bu narsa bir kunda juda ko'p marta takrorlanadi. Hatto mana shu og'ir darajalar apnoeda 1 soatda 50 marta va undan ham ko'p marta shunaqa qaytariladi. Bemorlarimiz umuman kechqurun o'zi bilmagan holatda miya yaxshi dam olmaydi. Ya'ni kechqurun uxlamaydi bemor. Va ertasi kuni endi nima bo'ladi? Bemor miya dam olish kerak edi, lekin miya umuman dam olmadi. Kechqurun bilan uyg'onaverdi. Meditsina xodimlari bo'lsa yoki kechqurun dejurstvoda turganlar bo'lsa, juda ham buni yaxshi biladi. Kechqurun uxlamasa, ertasi kuni umuman kayfiyati ham bo'lmaydi, charchagan holatda bo'ladi yoki bo'lmasa juda раздражительный bo'ladi. Bir narsaga juda ham jahli chiqib ketadigan bo'lib qoladi. Bu hammasi miyani yaxshi nafas olmaganligi holati. Endi qarang, mana shu stress vaqtida, nafas yo'llari tiqilib qolgan vaqtida bemorni yuragi urib ketadi. Masalan, 70 ta, 60 ta uxlagan vaqti pasayadi-yu, 60 ta, 65 ta urib turgan bo'lsa, yurak birdan 110 ta, 120 marta urib ketadi. Sekin nafas olib turgan bo'lsa, to'qimalarda kislorod miqdori pasayib ketadi, saturatsiya deyiladi, pasayib ketadi. Ya'ni organizmda bemor uxlayotgan vaqti trevoga bo'ladi. Miyada ham, boshqa organizm, yurakda ham trevoga bo'ladi va bu organizm juda ham toliqishiga olib keladi. Endi agar bu apnoe tekshirilmasa va davolanmasa, nima muammo kelib chiqishi mumkin? Tipichniy xurrak o'tadigan va xurrakda nafasi to'xtab qoladigan bemorlarni men aytaman. Bular erkak kishilar, ortiqcha vaznga ega bo'lganlar, 35 yosh atrofida bo'ladigan, ishtahasi yaxshi bo'lishi mumkin, lekin
uxlab qoladigan bemorlar bo'ladi. Juda ham o'zini charchoq his qiladi. Kunduzi o'zini tez раздражительный, tez jahli chiqib ketadigan bo'ladi. Bugun mana bitta bemor keldi. Agar birov bilan gaplashib tursa, sal ikkalasi to'xtab qolsa, uje uxlab qolar ekan. Rulda uje haydamayman degan, chunki rulga o'tirsam birdan uxlab qolaman degan. Bu juda ham hayot uchun xavfli hisoblanadi. Endi asosiy asoratlar. Birinchisi tanani stressga tushishi. Masalan, kechqurun uxlaganda mana shunaqa narsalar organizmda kechaveradi. Bu bemor sezmasligi mumkin, lekin organizmda katta stress bo'ladi. Ikkinchisi qondagi kislorodning miqdorini pasayib ketishi. Va uchinchisi yurak va qon tomir va miyaning gipoksiyasi hisoblanadi. Hamma asoratlar shunga taalluqli bo'ladi. Birinchisi bu yurak qon tomir asoratlari. Bunday bemorlarda ko'pincha qon davleniya chiqadigan bo'lib qoladi. Ya'ni qon bosimi ortadigan bo'lib qoladi. 130, 140, hattoki 150, 160 gacha ham ko'tariladigan bo'lib qoladi. Undan tashqari aritmiya bo'ladi. Va oxirgi holatlarda uzoq vaqt xurrak otib, apnoe bo'ladigan bemorlarda infarkt holatlari va miyada insult holatlarigacha ham bo'lishi mumkin. Endi miyaning funksiyasini buzilishi. Men aytdim, miya uxlamaydi. Miya uxlamagandan keyin ertasi kuni bemor miya juda ham charchagan holatda bo'ladi. Ikkinchisi miyada funksiya, ya'ni miya yaxshi dam olmagandan keyin xotira pasayadi. Bu bemorlar yodlab qolish qobiliyati buziladi. Konsentratsiya, ya'ni bir narsani diqqatini bir narsaga qarata olmaydi. Birdan chalg'ib ketaveradi. Chunki miya yaxshi dam olmagan. Kun davomida charchoq bo'lib beradi. Bolalarda o'zlashtirish qobiliyati pasaygan bo'ladi. Keyingisi ruhiy holat. Постоянно charchagan, qo'zg'aluvchan bo'lib qolgandan keyin bu bemorlarda ko'pincha depressiya holatlari bo'ladi. Depressiyaga tushish, ish qobiliyatining pasayishi, asabiylik, oilaviy munosabatlarda buziladi. Oilaviy munosabatlarning buzilishining ikkita sababi bor. Birinchisi xurrak otish. Qattiq xurrak otgan odamning oldida hech kim yotmaydi. Va ikkinchisi erkaklarda potensiyani pasayishi bo'ladi. Chunki xurrak otib apnoe bo'lgan bemorlarda jinsiy kuch deydi, quvvat pasayadi. Keyingisi oilaviy munosabatlar buziladi. Keyin metabolik buzilishlar keladi. Bu bemorlar odatda ortiqcha vaznga ega bo'lgan bemorlar bo'ladi. Juda ham ortiq semirib ketadi. Tekshirsa bularda yo sahrli diabet yoki insulin rezistentlik vujudga kelgan bo'ladi. Keyingisi avtohalokat xavfi. Hozirgi bemorimizda aytganimdek, bu bemorlar rulda uxlab qoladi. Ayrimlar probkada uxlab qoladi. Ayniqsa uzoq joydan qatnaydigan taksichilar bo'lishi mumkin, uzoq joyga haydaydigan, mashina haydaydigan odamlar bo'lishi mumkin. Bunda yo'lda uxlab qolish juda ham ko'zadi. Bu hayot uchun juda ham xavfli hisoblanadi. Keyin yuqorida aytib o'tganimdek, erkaklarda potensiyani pasayishi, ya'ni erkaklik quvvatining pasayishi hisoblanadi. Bu qon aylanishini yomonlashidan va miyani yaxshi dam olmasligidan bo'ladi. Endi bolalarda nima asorat bo'ladi? Bolalarda yaxshi nafas olmaganligi uchun, xurrak otish va apnoe bo'lgani uchun rivojlanish orqada bo'ladi. Kechqurun uxlolmasligi va lanjlik, injiqlik va ishtahani pastligi bo'ladi. Shuning natijasida rivojlanishda boshqa bolalardan orqada qoladi. Ham jismonan, ham aqlan rivojlanishda orqada qoladi. Endi bunday bemorlar ko'pincha kechqurun hojatga chiqadigan bo'lib qoladi, ko'p marta. Bu ham uyquning buzilishiga olib keladi. Endi tekshirish avval o'tganmiz. Bunda ikkita tekshirish qilinadi. Lorga kelishingiz kerak bo'ladi. Agar sizda shunaqa muammo bormi, uni orqaga qoldirish kerak emas. Sleep endoskopiya va somnografiya. Undan keyin davo qanaqa bo'ladi? Operatsiya qilinadi. Asosiy davosi operatsiya qilib davolanadi. Ko'pchilik bemorlar aytadi, o'zi yaxshi bo'ladimi? Albatta yaxshi bo'ladi. Yaxshi bo'ladi. Davolanishda bir necha turlari, bir necha etaplari bor. U etaplari hammada individual. Bitta kishiga to'g'ri keladigan davo ikkinchi kishiga to'g'ri kelmasligi mumkin. Shuning uchun albatta maslahatimga keling, tekshiramiz va qo'limdan kelgancha yordam qilaman. Asosiy aytmoqchi bo'lgan gaplarim shulardan iborat edi. Sog' bo'ling, salomat bo'ling, hech qachon kasal bo'lmang.